Oho. 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 Mencha o'g'ri yo'q. Men o'g'ri desam, mendan battar o'g'rilar bor ekan, bitta qoldirmay o'g'irlab ketishibdi-ya. Siz o'zingiz o'g'riman deb o'ylayib turasizmi? Sizdan zo'r o'g'rilar bor. O'g'rani ko'rdingizmi? Yo'q. Ha, yo'q bo'lgandan keyin yo'q deysiz-da. Do'stlar, sizlarga shunaqangi chek topib berdim. Videoni boshidan bitta like bosib qo'ying. Ko'rib turibsizlarmi? Xulqaroxon gapiraveradi o'g'ri deb. Chunki o'g'ri-da. Qadalashyapman. Bu narsani ko'pchilik ular oldin quloqqa kirib kelsa quloqing kar bo'lardi deyshar. Esalasizlarmi? Yoshlikka qaytganlar bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rib turgan joydan 7 sot deyaptilar. Mana ko'ryapsizlar, terayda, teray xod deyaptilar. Baqa mana to'g'ri burchak chakrat 7 sot joy. Sizlarga hozir projektga saqlab beraman. Projekt qanaqa desanglar, ro'paraga 2 etashkami, 3 etashkami bitta solasizlar, xudo xolasa inshaalloh yaxshi niyatda bitta oldiga ishlarga blok qilib, ikkita darvoza qilib bersalar, garaj bilan vashi cho'tki bo'ladi. Batda gaz yo'q xolos deyapti, suv, svet bor deyapti. Qolgan hamma yo'g'igacha bor. Qaranglar, mahallasini qarang, mahallasi asfalt bo'lgan. Asfalt bo'lgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Qo'ni-qo'shnilari bor. Yashaydi, qo'ni-qo'shnilari bor. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, lokatsiyani sizlarga aytadigan bo'lsam, lokatsiya Sohil Somog'ini ko'pchilik biladi, ana. Ba'zi ko'rsatdim, Sohil Somog'ning orqa taraf. Orqa taraf. Qabriston bor, qabriston ko'chasidan kirganlarida xuddi o'sha joy. Ko'rasizlar, yana bitta alentir. Arkadan ham kirsalar ham bo'ladi. Masalan, Bashida oldindan 28 tarafga uchun 5-6 metr yurgandan keyin 10 qo'lga kirib turib, jet yurganlarga mashq ko'cha bo'ladi. Mana shu videoni srochni chekka yoqtirgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Videoga srochni bitta like bosib qo'yinglar. Narxini 3300, 3400 deyapti. Aka bosh. O'tirmanglar, 3000 dan deyaptilar. Bitta tushib beraman deyaptilar. Ba'zi 3000 deganlardan qanday yo'l olsangiz, bittamas ancha tushib beradi. Mana shu videoni xuddi shunaqa joy yoqtirgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Mobodo g'o'ra topfasan ham Xulqaroqga beringlar, Xulqaroq qiynalib ketdi. Sog' bo'ling.